Asosan erkaklarimizda bitta holat kuzatiladi. Oy, albatta bu nima deydi? Kasi dabdala bo'lganlar keladi, nos chekib og'ziga rak boshlangan, yara boshlanganlar keladi. Ular o'ylashadiki, o'zini xuddi tuygan oshqozonida zaxiraga olib qo'yapman deydi. Aslida ham shunaqami? Zaxirada bo'ladimi? Yo'q. Sarf qilishimizga qaraganda oladigan kaloriyamiz ko'payib ketsa, ro'za paytimi, boshqa paytmi odam hech qachon ozmasdan yana battar semiradi. Bolam, meni yoshim 60 ta, 70 ta deydi ayrimlar. Yoshga hech qanaqa skidka yo'q. Yo'q. Hech qanaqa. O'zi sog'lom bo'laman degan odam uchun umuman u narsani tark etadi. Ramazon jismoniy va ruhiy poklanish oyi. Ro'za tutish organizm uchun foydali, biroq ayrimlar noto'g'ri ovqatlanish tufayli turli muammolarga duch kelishi mumkin. Ramazonni yanada sog'lomroq o'tkazish borasida bugun studiyamizga 40 yillik tajribaga ega shifokor Shavkat Ibragimovni taklif qildik. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Birinchi savolimni saharlikda nima yeyish kerak degan an'anaviy savol bilan boshlamayman. Asosan erkaklarimizda bitta holat kuzatiladi. Ular kun davomida och yurgandan so'ng og'zini ochib bo'lishi bilan chekishadi. Och qoringa nikotin qanchalik ta'sir o'tkazadi? O'zi Komilaxon, to'g'risi qarasak, sigaret Ramazon emas, boshqa paytda ham juda ham ziyon. Nikotindan hamma tanadagi qon tomirlari torayadi. Ya'ni zahar tanamizga kirgandan keyin tana uni kamroq hazm qilish uchun, kamroq tanaga singish uchun, o'zini ehtiyot qilish uchun hamma qon tomirlarini toraytiradi. Shuning uchun undan keyin kirgan ovqat ham yaxshi hazm bo'lmaydi. Shuning uchun umuman tavsiya qilmayman sigaret chekishni. Sigaretdan tashqari nos chekadiganlar ham bor. Oy, albatta bu nima deydi? Ko'pchiligi aytishadi, shifokorlar deydi, juda ham deydi, nima deydi, xavotir, panika qiladigan odamlar deydi-da. Hamma narsani yomon tarafini ko'radi deydi. Lekin shifokor bechora ertalabdan kechgacha sigaretdan azob chekib rak bo'lganlarda keladi, o'pkasi dabdala bo'lganlar keladi, nos chekib og'ziga rak boshlangan, yara boshlanganlar keladi. Shuni ko'rgandan keyin bizlar faqat shuni gapiramiz. Chunki ko'chadagilar chekadi, ichadi, buni asoratini ko'rmaydi. Bizlar shifokor bo'lgani uchun hamma asoratini ko'rganimiz uchun aytamizda borini aytamiz. O'zini boshiga tushganda kech bo'ladi. Va yaxshilik tilaysiz ularga. Albatta. Bitta qiziq narsa, tanamiz qachon xohlasa ham shunday bemalol tashlay bilar ekan. Va yana ayrimlar borki, ro'za kelsa ozib olaman deydi-da, yil davomida ro'zani kutadi, xohlagancha semiradi, xohlagancha yeydi, lekin ro'za kelganda ro'za tutishiga qaramay ozmaydi. Yo yana semirib ketadi, yo o'sha vaznini saqlab qoladi. Bunga sabab nima? Mana bu energiyani bizlar kilokaloriyada o'lchaymiz. O'rta hisobda shahar odami 1,5 ming kilokaloriya kuniga sarf qiladi. Masalan, ofisga o'xshagan odamlar, hech jismoniy ish qilmagan odam. Lekin ovqat yey bilamiz, o'rta hisobda 2000, 5000 kilokaloriya bemalol yey bilamiz. Agar bemalol xohlasak 15000 kilokaloriyagacha yeymiz ovqat. Tasavvur qiling, bir kunda 1,5 ming, nari borsa 2000 kilokaloriya sarf qilamiz ertalabdan kechgacha, uyg'onganimizdan uxlaganimizcha. Lekin yey bilamiz 4000, 5000 kilokaloriya bemalol o'rta hisobda odamlar. Shuning uchun sarf qilishimizga qaraganda oladigan kaloriyamiz ko'payib ketsa, ro'za paytimi, boshqa paytmi odam hech qachon ozmasdan yana battar semiradi. Oshqozon ovqat yeganimizda odam to'ydim degani ikkita signal sistemasi bor. Birinchisi oshqozon tirsillab yorilayotganda bo'ldi, to'xtay, bo'lmasa yoriladi deydi. Odam og'irlik his qiladi. Ketmay qoladi. Birinchisi, ikkinchisi hammamiz boshimizdan o'tgan ovqat yeyishni boshladik, ozgina yedik, kosani hali yarmidan ko'p turibdi. Muhim telefon bo'ldi. Oldik, turib, yurib gaplashyapmiz. 15-20 minut. Qaytib kelib o'tirdik, ishtaha yo'q, yeng kelmaydi. Nima uchun deganda, shu 15-20 minut ichida oshqozonga tushgan ovqat ayni ichakka o'tib, so'riladi qonga. Keyin qonda kerak ovqat miqdori normaga yetgandan keyin u bosh miyadan o'tadi-da, analiz qiladi-da. Ha, bo'ldi, bizlarga ovqat kerak emas ekan deydi, odam ishtahasini yopadi. Shuning uchun ozaman deganlarga eng yaxshi tavsiya ozgina ovqat yeb, har kuni yeydigan ovqatning 4dan 1ni yeb, o'rnidan shunday turib ketish kerak. Majbur qilib.
Och oshqozon turib ketish kerak. Ana shunda boyagi nima deydi 15-20 minutdan keyin ochlik o'tib ketadi, yengil qushda yuradi. Demak, vaqti bilan orada vaqt tanaffus qilgan holatda ovqatlanish kerak. Undan tashqari ro'za oyida ovqatlanayotganda harakatiga qarab, kilokaloriyani hisobga olib ovqatlanish kerak ekan. Albatta. Shuning uchun o'zi ertalab tavsiya qilaman-da, masalan, har kuni ertalab mana hozir ro'za paytida to'q tutish uchun, boyagi kuchi bo'lish uchun ikkita xurmo yeyish kerak. Agar kattasi bo'lsa 2 dona, kichirog'i bo'lsa 4 dona. 4 dona yong'oq yeyish kerak. 4 dona turshak yeyish kerak. Turshak albatta bu oltin gugurt tutuniga qilingan sap-sariq chiroylar emas. Ichida danaga bor, u aytadi-ku, bandida qurigani deydi. Ana shuni olib, yaxshilab yuvib, nima deydi, qaynoq suv quyib qo'ysa, 20 minutda yumshoq bo'ladi. Yeb, danagini chaqib, danagini ham yeyish kerak. Juda ham yaxshi vitaminlar bor, B guruhi vitaminlari bor. Demak, 2 ta xurmo, 4 ta yong'oq, 4 ta turshak, 20 ta mayiz. Tushunarli. Yana suv ichish kerak. Albatta, suvni ovqat yeyishdan oldin maza qilib ichib olish kerak. Imkon qadar ovqatdan keyin ichmaslik kerak suv. Endi hozir ro'za paytida bizlarga suv ko'proq kerak. Shuning uchun bu yerda suvni oldi orqasi demaymiz, ko'proq suv ichib olsin. O'zi urg'u berish kerak ro'za paytida aynan suv ichishga. Ko'proq suv ichib, mana shu ozgina narsani yeb, keyin albatta meva qo'shsa bo'ladi. Mana hozir nok, olmalar, anorlar bemalol ana shularni ham yeyish kerak. Endi buni ertalabki dedik, ha? Aslida mana shuni o'zi yetadi. Bilasiz, o'zingiz ko'pchiligi ertalab hech narsa uxlaydida ozim shunday yopaman deyishadi. Ha, shunaqa. Albatta turib juda bo'lmaganda suv ichib olish kerak. Suv ichib olish kerak, chunki suv kam bo'lsa odamning qoni quyuqlashadi-da, ishlashi organizmga ishlash qiyin bo'ladi. Yurakning ishlashi qiyin bo'ladi, bosh miyaga ham yaxshi kislorod yetib kelmaydi. Albatta qonni suyultirish kerak. Bu uchun suv miqdorini normaga ichish kerak. Tushunarli. Lekin ko'pchilik ro'za oyida mana shu kun bo'yi zaxira bo'ladi deb me'yoridan ortiqcha, mana boshqozonni me'yoridan ortiqcha suv ichadi. Ko'p ichadi, ertalab ko'p ichadi, hattoki oshqozonni og'rir darajada ichadi. Ular o'ylashadiki, o'zini xuddi tuyaning oshqozonida zaxiraga olib qo'yapman deydi. Aslida ham shunaqami? Zaxirada bo'ladimi? Yo'q. Zaxirada bo'lmaydi. Nima uchun deganda tanadagi ortiqcha suv birdaniga chiqib ketadi, tejib ketadi. Keragini ushlab turadi, lekin undan ortiqchasini chiqarib yuboradi. Lekin shunday narsa borki, hatto mana yomon ovqat yeb qo'ysa odam otravlение deymiz, qiynalib qoladi-ku. Xuddi shunday suv bilan ham otravlение bo'lishi mumkin. Shuning uchun aytadi-ku, me'yoridan hamma narsa ortsa, hamma narsa yomon deydi. Shuning uchun bemalol o'zi xohlagancha suv ichib, lekin majburiy emas. Oshqozon og'rigan ham ichishim kerak, masalan 2 litr, 3 litr degan narsa yo'q. Mana shu suv ichishda ko'pchilik shifokorlar aytadi 2 litr, 3 litr, 5 litr deydi. Lekin odamlarni gavda tuzilishini hajmi bor. Kimdir kichikroq, kimdir kattaroq. Mana shularda qanday, nimaga e'tibor berish kerak? Juda ham to'g'ri. Albatta, 100% odamning vazni bor, bo'yi bor, gavdasi bor. Shuning uchun umumiy standart degan narsa yo'q. Lekin odam masalan bir kunda 1,5-2 litr albatta ichish kerak, suv ichish kerak-da. Naqasi nima deydi, qon suyuq bo'ladi, yurishi oson bo'ladi-da, hamma butun tanadagi organlarimiz bizga rahmat deydi. Odamning ichi ham yaxshi yura boshlaydi. Tushunarli. Endi yana bitta savolimiz bor. Kimlarga shifokor sifatida ro'za tutish xavfliroq? Qanday kasalligi bor insonlarga? Albatta, ro'za paytida shifokorlar shunday masalan dori-darmonlar olib turishadi. Ular ertalab kechqurun emasda, kuni bo'yi masalan har 3 soat olishi mumkin yoki ertalab tushlikda kechga olishi mumkin. Dorilar albatta yurakdan, masalan qon bosimidan, yuqori qon bosimi bo'lganlardan, qand diabetida va yana boshqa revmatizmlarda yoki yurak yana boshqa dardlari bor. Unda muntazam ravishda dorini qabul qilib turish kerak. Shuning uchun ana shularga albatta o'zini shifokori bilan, yaxshi biladigan shifokor aniq maslahatlashib, shifokori nima maslahat bersa, shuni qilish kerak. Lekin o'zidan o'zi men chidayman deyish noto'g'ri. Qosh qo'yaman deb ko'zni chiqarishadi. Qaysi ovqatlar to'qlik hissini beradi?
mana bu chaqchuqlar, hamma tabiiy ovqat bor-ku, bu to'q unaqa beradi. Lekin yog'i borda bularni, shuning uchun to'q beradi. Lekin ertalabdan go'sht, oqsil mahsulotlarini yeyishni maslahat bermayman. Bu degani tvorog degani, go'sht degani baliq, tuxum, tovuq, sir. Buni ertalab yeyish kerak emas, oqsilni. Uni kechki ovqatga yeyish kerak. Nima uchun deganda, biz uxlaganimizda albatta uyquni gapirib o'tishimiz kerak, chuqurroq. Uxlaganimizda ongimiz o'chadi. Keyin ong osti tanamizni ta'mirlaydi. Shuning uchun ta'mirlagan vaqtida unga oqsil kerak. Ertalab yegan oqsilimiz u o'tin bo'lib yonib ketadi. Kechki yegan oqsilimiz tanamizga ta'mirlashga ketadi. Shuning uchun mana hozirgi oxirgi mana shifokorlarimiz ko'pchiligi yangiliklar orqali bizlarga yetib keldi. Mana shu oqsil aynan yotishdan oldin yarim soat yoki 1 soat oldin oqsil yeyish kerak. Juda ham ko'p kuzatyapmiz, uyquga to'ymayapmiz, ertalab charchoq bilan turyapmiz, hatto turgimiz kelmaydi. To 11-12 gacha uyqumiz ochilmay, tanamizdan charchoq ketmayapti. Buni sababi nima degan aholi o'rtasida mana shunaqa muammolar kuzatilib qoldi. Nima bo'lishi mumkin? Boyagi aytganimdek, uxlaganimizda tana o'zini ta'mirlaydi. Shuning uchun e'tibor bering. Ayrimlari ko'p uxlashni yaxshi ko'radi. Uyg'otmasang yotaveradi. O soat tushgacha yotaveradi. Ayrimlari ertalab turib oladi. Birinchidan uxlash vaqti bu odamning mijoziga bog'liq. Issiq mijozlar kam uxlaydi, sovuq mijozlar uzoq uxlaydi. Issiq mijoz degani bu qishning sovug'ida ham derazalarni ochib tashlayveradi, yelvizak qilaveradi, yengil kiyinib yuradi qishda ham. Sovuq mijozchi hali chiqmasdan naqalarni o'ragan, qo'llariga perchatka, uyda ham qalin naqalarni kiyib oladi-da. Bu sovuq mijoz. Oyoq qo'li yozning chillasida muzdek bo'ladi, qalin ko'rpada yotadi. Bu sovuq mijozlar. Sovuqda moddalar ana shu sekin bo'ladi, issiqda tez bo'ladi. Sovuq mijozning tanasida moddalar ana shu sekin bo'lgani uchun uxlaganda tana o'zini ta'mirlaydi-ku. Shuning uchun unga uzoq vaqt kerak. Kamida 8 soat yoki 9 soat kerak. Yoshlarda 10-11 gacha chiqib ketadi. Albatta eng kami 7 soat uxlashimiz kerak. Juda ham issiq mijozlar mayli 6 soat uxlasin, u baribir erta turib ketadi. Lekin uxlaganimizda uyquni soatni qadri bor-da. Shuning uchun eng zo'r uyqu payti shu 9:30 dan boshlanadi, soat tungi 2 gacha. 2 gacha. Chunki ana shu yerda bizning endokrin sistemamiz kerak gormonlarni chiqarib, tanani zo'r balansirovka qiladi. Har yili yangi bolalar, o'smirlar roza tutishga kirib keladi. Aynan mana shu bolalarga, o'smirlarga roza tutishda qanday tavsiyalar berasiz? Bular endi o'sayotgan payti, tanasi rivojlanayotgan payti. Shuning uchun ertalab albatta tabiiy ovqatlarni yeyish kerak. Aynan pishirilmagan tabiiy boya aytgan yong'oq, xurma, mayiz dedim. Masalan, qovun qoqilar, mana shular tabiiy tanaga to'qlik beradi. Keyin hamma vitamini bor, mikroelementlari bor-da. Shuning uchun oson hazm qiladida, kuni bo'yi tetik ushlaydi. Men o'zim boshimda o'tganda shuning uchun aytayapman-da, bemalol sport bilan shug'ullanaman. Mana shu energiya beradi, odamga juda ham ko'p energiya beradi. Keyin mana bu umuman hammaga, nafaqat bolalarga, butun hammaga, kattalarga ham tavsiya berardim. Mana shu roza paytida bir eksperiment qilib ko'rishsin o'zini ustidan. Yeyishmasin non va un mahsulotlarini. Ya'ni makaronlar, lag'mon, yana nima? Manti, somsa, xomiri bor narsani umuman yeyishmasin. Bir. Ikkinchisi, kartoshka yeyishmasin. Umuman kraxmali bor. Undan keyin shirinliklar. Hamma sun'iy shirinliklar. Pechenye, vafli, shokoladlar, eng zo'r Shveysariya shokoladlari ham mumkin emas. Mana shu roza paytini-chi o'zimiz uchun hayotimizda eng zo'r sog'likka qadam bosdim deb ayta oladigan
kun qilsak. Keling shu yo'sinda birdaniga aytib o'taylik, kimga qanaqa vazn norma hisoblanadi. Ha. Bo'y 170 bo'lsa, 170 sm bo'lsa, 1 m 70 cm bo'lsa, erkak kishi. Qancha kilo bo'lishiga normada minus 100 qilamiz. Shunda 70 kilo bo'ladi. Ha. Ayol kishi bo'yi 170 bo'lsa, minus 110 bo'ladi. Shunda 60 kilo bo'ladi. Shu yerda birdaniga aytib o'tib ketamiz. Bola, meni yoshim 60 da, 70 da deydi ayrimlar. Yoshga hech qanaqa skidka yo'q. Yo'q. Hech qanaqa. Ha. Shuning uchun ana shu yoshligimizda 18, 19, 20 yoshda qanaqa vaznimiz bo'lgan bo'lsa, bundan buyog'iga ham bir umr aslida shunday bo'lishi kerak. Ko'p yashaganlarni qarasak, hammasi emas, lekin ko'pchiligi ozg'in bo'ladi. Harakatchan bo'ladi. Ortiqcha vaznlar ko'p kasal bo'lishadi. To'g'ri, bir xil aytadiki, o'zbekchiligimizda bor, yosh kattargan sayin gavdali bo'lishi kerak, semiz bo'lishi kerak. Bu ularga qaysidir ma'noda obro' beradi, lekin bu xato ekan. Albatta, juda ham xato. Yana bitta qiziq narsa, kimdir ozib zo'r bo'lib qolsa, kasal bo'ldingizmi deydi. Mana hozirchi ovqat yeyotganimizda odamlar 3 mahal ovqat yeydi-ku, och bo'lgandan yemaydi. O'rganib qo'ygan. Soat yeyish kerak. Hali nariga ovqat singib bo'lmadi, keyingisi ketdi. Kechga hali to'yz, yeyish kerak, ovqat vaqt yana yeymiz. Ovqat pishirish 3 mahal biz o'zimiz buktiramizda. Shuning uchun mana endi boyagi eski to'qimalarni endi yeyman deb turgan paytda bizlar ovqat beramiz. Ovqatni hazm qilmasak, bu eng katta ekan zahar. Shuning uchun hazm qilishga majbur. Buni to'xtatib turadi, hazm qila olamiz deb. Hazm qilib endi yana yomon narsalarni yeyman desa, yana ovqat kiradi. Shuning uchun tana o'zini o'zi ta'mirlashga, tozalashga vaqti yo'q bechorani. Mana hozir ro'za payti bor-ku, rohat bo'ladi. Birinchidan tez ozadi, odamlar tez ozadi, keyin tanasi tez ta'mirlanadi. Bitta qiziq narsada, masalan, go'shtni yesak, nonni yesak, organizm uni fermentlar chiqarib, uni nima deydi, parchalab hazm qilish kerak. Lekin tabiiy narsa yesak, qozonga tushmagan, masalan, yong'oq tushmaydi, turshak tushmaydi. Qaynamagani ham hattoki. Temperatura tegmagan, tabiiy. Har bitta to'qimani ichida o'zini hazm qiladigan fermenti bo'ladi. Tasavvur qiling, olmani yedikmi, uni hazm qilishga organizmni mana shuncha ham kuch ketmaydi. O'zimda shimib ketadi. Chunki o'zining ichida fermenti bor, o'z-o'zi parchalaydi. Hamma narsada qiziq shunaqa narsa bor. Lekin qozonga tushdimi sabzi, tamom, ichidagi fermenti xuddi tuxum pishganda u ham pishib qoladi-da, bo'ldi, o'zimiz hazm qila olmaydi. Endi bizlar uni ferment chiqarib, uni hazm qilishimiz kerak. Qabziyat haqida ham gapirdik. Qabziyat asosan och odam ovqat yemasa, qorni to'ymasa, qabziyat paydo bo'ladi. O'sha qabziyat paydo bo'lmasin deb ko'proq ovqatlansak, tez-tez chiqamiz degan fikr bor. Bu tushuncha o'zi to'g'rimi? Nimadan kelib chiqadi? O'zi normada odam albatta katta dog'ratga bir kunda bir marta chiqish kerak. Albatta, bo'lmasa 2 marta juda ham yaxshi. Lekin ovqatni sifatiga qaraydi. Masalan, e'tibor bersangiz, hozirgi odamlar juda ham sal erinchoq bo'lib qolgan, tishlab turib yemaydi, sabzi yemaydi. Nima uchun aynan shu narsani yeyish kerak? 4 ta narsa bor, ichak supurgisi deyiladi. Bu boya aytganimdek, sabzi, karam, turib va qizil lavlak. Bular ichak supurgisi hisoblanadi. Nima uchun? Nima uchun deganda, bularning ichida kletchatka ko'p. Yoshlarimiz asosan o'rta yoshli, 30 yoshgacha, 35 yoshgacha bo'lgan odamlarda gazli ichimliklarga, energetik ichimliklarga o'tirib qolish holatlari juda ko'p. Suvni o'rniga ham gazli ichimlik ichadi, energetik ichimlik ichadi. Bu qanchalik zararli? Ro'zada ham tashlashmaydi-da. O'zi sog'lom bo'laman degan odam uchun umuman u narsani tark etadi. Hatto gazli ichimlikni ham, o'lik kislot gazi borini ham. Chunki agar plastik idishda bo'lsa, u o'lik kislota plastik bilan reaksiya kirishadi-da, baribir ozgina buzila boshlaydi. Bir, ikkinchidan plastik idishdagi suvlarga quyosh tushishi mumkin emas. Lekin bizlardagi do'konlarga keladigan hamma suvlar optoviy bozorda quyosh tagida turishadi. Bizning quyoshimiz qanaqa.
Shuning uchun plastik idishda umuman gazli suv ichish mumkin emas. Eng oxirida endi 5 ta tavsiya bersangiz Ramazon oyida ro'zani yaxshi, chiroyli o'tkazib olish uchun. Eng birinchisi, menga bu Ramazon oyi niyatda boyagi. Ha. Yengil, oson, qalbim uchun ham, sog'lig'im uchun ham, dunyoqarashim uchun ham menga ko'p nima deydi, sovg'a, yangiliklar beradigan oy deb niyat qilganimiz yaxshi. Bir. Ikkinchisi, aytib o'tilganiday, ertalabki nonushtaga yaxshi, tabiiy, toza bo'lgan mahsulotlarni yeb, kechki iftorlikka ham xuddi shunday toza mevalar, sabzavotlar yeb, keyin mana shu yeyish. Uchinchisi, albatta sun'iy hamma shirinliklardan voz kechish. 100% voz kechish. To'rtinchisi, non va un mahsulotlari, kartoshka, keyin guruchni kamaytirish kerak va boyaga aytgan shirinliklarni albatta yo'q qilish kerak. Va albatta umuman qilmaganlar uchun jismoniy mashq boshlash kerak. Demak, jismoniy harakat 5-inchisi bo'ladi.